Assalomu alaykum, Proktologimiz kanalining kuzatuvchilari, doimiy obunachilarimiz, bizni yaqindan ko'rib borayotgan yoki endi ko'rishni boshlagan obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz oldingi gapirgan bir mavzu haqida yana qo'shimcha ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni bu kasallik svish, anorektalniy svish. Do'stlar, azizlar, svish kasalligi, ya'ni oqma, o'zbekcha aytganda, oqma yara kasalligi faqat anorektalniy zonada bo'lmaydi. Anorektalniy zona degani o'sha orqa teshik atrofida bo'lmaydi faqat bu kasallik. Svish qorindan bo'lishi mumkin, svish yuzda bo'lishi mumkin, svish hamma joyda bo'lishi mumkin. Qayerdaki jarohat bo'lgan bo'lsa, qayerda operatsiya o'tkazilgan bo'lsa, masalan, qorin bo'shlig'i operatsiyalardan ko'p ligaturniy svishlar beradi. Yoki qayerda, misol uchun, travma olgan bo'lsa, o'sha joyda keyinchalik yara bitmay qolsa, u joydan yiring oqma yo'l hosil bo'lib, ya'ni svish hosil qiladi. Ya'ni svish faqat bu proktologda uchraydigan kasallik emas. Lekin svishlarning eng ko'p uchraydigan joyi bu anorektalniy zona, ya'ni orqa soha, orqa teshik atrofidagi sohada eng ko'p uchraydi svish kasalligi. Aynan shu svishni bugun davolash haqida gapirmoqchiman. Svish o'zi qanaqa kasallik, uni turlari qanaqa, nimadan kelib chiqadi, u qanaqa klinik belgilar namoyon bo'ladi, bemor ya'ni nimada shikoyat qilinadi, qanaqa davolash usullari bor, zamonaviy yoki oddiy usullarda qanaqa davolanadi, agar davolatmasa nima bo'ladi, ertaga qanaqa oqibatlarga olib boradi. Bu haqda biz adashmasam bir 2-3 ta video qilganmiz. Kimgadir bu kasallik haqida ma'lumot yetarlicha bo'lmasa, kanalga o'tib shu svish haqida, ya'ni oqma yara haqidagi videolarimizni bir qator ko'rib chiqishni tavsiya beramiz. Bugun именно shu kasallikni davolash, ya'ni davolaganda ham zamonaviy davolash usullari haqida gapirmoqchiman. Svish kasalligi shunaqa kasalliklar turiga kiradiki, bu kasallikni faqat davolash usuli operatsiya, ya'ni operativ usulda davolanadi. Uni hech qanaqa maz bilan, uni hech qanaqa svicha bilan, uni hech qanaqa tabletlarning guyohi bilan yoki silash orqali davolab bo'lmaydi. Yaqinda bir bemor oldimga keldi, именно svish kasalligi tabibga borib, buni shu anorektal sohasini silab davolayman debdi. Albatta bu yolg'on. Hech qanaqa davolanmagan. Aytmoqchi bo'lganim, uni boshqa davolash usuli yo'q. Buni faqat operatsiya usulida davolanadi. Bizga yoqadimi, bizga yoqmaydimi, bu shunaqa kasallik. Oddiy bir o'xshatish. Apendis qolsa kimdir, masalan, ko'richak, hamma biladigan ko'richak kasalligi, siz hech qachon uni maz qo'yib ustidan dori-darmon qilib, ukol qilib yoki tabibga borib silatib davolatmaysiz, to'g'rimi? Chunki uni hamma biladi, ko'richak bo'ldimi, demak bunga operatsiya kerak. Operativ usulda appendektomiya qilinadi, ya'ni ko'richak o'simtasi, yallangan ko'richak o'rtasi olib tashlanadi va bemor shundan keyin sog'lom hayotga, ya'ni sog'ligini qaytadan tiklay oladi. Svish kasalligi xuddi shunaqa. Buni ham shunaqa tushunish kerak. Buni ham faqat operatsiya usulida davolanadi. Uni boshqa usulda davolash imkoniyati yo'q. Lekin degan joyi bor. Aynan shu svish, ya'ni oqma yara kasalligini operatsiya qilingandan keyin ham bemor 100% tuzalib ketadimi? Yani 100% bitta operatsiya o'tkazdi, bemor sog'lom bo'lib ketadimi degan savol turadi. Albatta bu savol o'rinli. Lekin bu savolga shunaqa javob berishimiz mumkin. Svish kasalligini operatsiya qilingandan keyin uni %100 tuzalib ketish uchun hech qanaqa garantiya yo'q. Nimaga degan savol paydo bo'ladi. Nimaga appendisni olib tashlansa, bemor bir umrga appendisdan qutuladi, lekin svishda operatsiya qilsangiz ham unga 100% garantiya bera olmaysiz. Nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Savol haqli. Bu yerda shu narsani tushunishimiz kerak. Svish oqma yara kasalligini shakllanishida asosiy sabab nima edi? To'g'ri ichakdagi teshik bor edi. U joyda vaspalina bo'lib, yiringlab, u joyga axlat tushib, u teshik orqali tashqariga chiqib turibdi. Ya'ni teshikning yonida qo'shimcha teshik bor. O'sha oqma yo'l hosil qilib qolgan. O'sha joydan doimiy ravishda yiring chiqib turadi. Nimaga u operatsiya qilsa ham bitmaydi deydigan bo'lsak, bunda doimiy ravishda hojatga boradi bemor. Ya'ni kunora yoki har kuni yoki 2 kunda bir hojatga kiradi. O'sha vaqtda axlat ichkaridagi teshikka xohlaysizmi yo'qmi baribir teginadi. Endi axlatni bilasiz, nima u? Eng gryazniy narsa, eng o'ta mikrobli kub, eng infeksiyaga boy narsa. Masalan, o'xshatish uchun qo'lingizda bu joyingizni kesib olsangiz, taxminan deylik. Kesib oldingizda siz unga axlat surtib qo'ying bir kecha. Ertasi kuni turib qarasangiz, o'sha qo'lingiz hamma joy yiringlab, raso bo'lib ketgan bo'ladi, infiltrat bo'lib. Orqadagi jarohat ham, orqadagi yara ham xuddi shunaqa. Hali hamki Allohning mo'jizasi, shunaqa bir joyda operatsiya qilingandan keyin uni bitib ketishi o'zi katta mo'jiza. Shunaqa infeksiyaga boy axlat o'tadigan joyda ham yarani bitishi o'zi katta mo'jiza. Lekin ba'zilarda shu narsa bitmay qoladi. Chunki axlatda o'tayotganda axlat teginadi, u infeksiyaga boy, u yana yiringlab, yana operatsiya qilingan joydan, ya'ni oqma yo'ldan yana boshqatdan svish hosil qilib qolishi mumkin. Shuning uchun kasallikning qaytalanishi, bizda tilda aytganda retsidiv berishi yuqori. Kasallikni davolash bo'yicha turli xil metodlar, turli xil demak operatsiyalar bajarilgan.
Masalan, bir kasallikni davolashda har xil metodlar ishlab chiqaraversa, bir olim boshqa metod taklif qiladi, bir olim boshqa metod taklif qiladi. Bundan nima maqsad ko'riladi? O'sha kasallikni retsidivini kamaytirish. Ya'ni qaytalanish ehtimolini kamaytirish uchun har xil modifikatsiyalar taklif ko'riladi. Svish operatsiyasini qilmoqchi bo'lgan xirurg ikkita vazifani o'z oldiga qo'yadi. Birinchi vazifa retsidivni kamaytirish, ya'ni shu kasallikning qaytalanmasligi uchun nima qilsam bo'ladi degan savol. Ikkinchisi sfinkterlarni zararlab qo'ymaslik. Orqadagi sfinkter nima deydigan bo'lsak, orqani qisib turuvchi mushaklar. Svish kasalliklarida eng ko'p uchragan asoratlardan biri retsidiv berishdan tashqari asorat, осложнение. Bu nima? Orqani sfinkter yetishmovchiligi, orqani sfinkter qirqiladi, inkontinensiya degan narsa bor, orqani ushlamay qolish, недержание bo'lib qolish, bemor gazni, bemor suyuq axlatni, keyinchalik qattiq axlatni umuman ushlamay qoladi. Natijada bemor pampersga yurishga, bir jamiyatdan, odamlardan uzoqroq yurishga majbur bo'ladi. Chunki har xil hid keladi, har xil holat bo'ladi. Demak, ikkita maqsad. Birinchisi demak, svishni qaytalanish, ya'ni retsidivni kamaytirish yoki umuman nolga tushirish. Ikkinchisi sfinkterni zararlamaslik. Mana shu ikkita maqsadni o'ylab, har xil turli operatsiyalar taklif qilingan. Eng oldingi operatsiyalar, birinchi turdagi operatsiyalar fistulotomiya deyiladi. Ya'ni svish yo'lidan kirib boriladida shunaqasi qirqib tashlanadi, svish yo'li ochib tashlanadi. Jarohat juda katta bo'ladi. Sfinkterlar по-любому zararlanadi. Masalan, svishning murakkab turlari bor. Ekstrasfinkterli svishlar bor yoki suprasfinkterli svishlar bor. Mana bu turdagi svishlarda qirqilganda xohlaysizmi yo'qmi, svishni ochish uchun mana sfinkterni zararlashimiz kerak, ya'ni qirqib o'tishimiz kerak. O'sha vaqtda sfinkter zararlanadi, natijada bemorda keyinchalik svishdan qutulaman deb yana bir qo'shimcha kasallik inkontinensiyaga uchrab qoladi, ya'ni orqa ushlamay qoladi. Eski metodlardan biri. Keyinchalik sal modifikatsiya qilindi, sal o'ylandi, nima qilsa bo'ladi deb ilmiy izlanishlar olib borilib, endi fistulotomiya operatsiyasi taklif qilindi. Fistulotomiya xuddi shu fistulotomiyaga o'xshaydi, faqat buni qirqib olmaydi, buni urab olib boriladi. Ya'ni o'sha svish yo'lini bu sog'lom to'qimadan ajratib olib tashlanadi. Bu operatsiya ham ancha yaxshi operatsiya, lekin murakkab turli svishlar uchun mo'ljallanmagan. Masalan, deylik orqa teshik. Svish yo'li mana bu yerda joylashgan. Mana shu joydan to mana bu joygacha bo'lgan joyda sfinkter porsiyalari. Fistulotomiya qilgan vaqtda mana o'rab ochib borayotgan vaqtimiz sfinkterni xohlaysizmi yo'qmi, ham tashqi ham ichki sfinkterlar zararlab o'tadi, ya'ni qirqib o'tadi. Kasallik qaytarish ehtimolligi, retsidiv ehtimolligi kam bu operatsiyada, lekin sfinkter zararlab qo'yish ehtimolligi yuqori. Bu ham bir kamchiligi. Yana ilmiy izlanishlar qilindi, yana o'rganildi, keyinchalik operatsiya taklif qilindi. Hozirgi kunda eng ommabop, eng zamonaviy va eng o'sha retsidiv miqdori kamaytirilgan va sfinkterga zarar bermaydigan operatsiyalar demak ishlab o'ylab topilgan. Va hozirgi kunda eng zamonaviy usullardan biri bu navbatdagi operatsiyaning nomi demak lift operatsiya deyiladi. Lift, ya'ni bog'lash. Bunda nima bo'ladi? Sfinkter ga nisbatan masalan deylik svish yo'li tashqarida joylashgan. Ancha uzoqlik, masalan analniy sohadan deylik 7-8 sm uzoqlikda svishning tashqi teshigi joylashgan. Mana bu lift operatsiyasida sfinkterning tashqi teshigidan boshlab to mushakka, ya'ni sfinktergacha bo'lgan zona ochib boriladi, olib tashlanadi. Lekin sfinkterga kelgan vaqtda bu qirqilmaydi, ya'ni sfinkter saqlab qolinadi. Nima bo'ladi? Dalshi mana bu yerga kelib qolgan, ya'ni ochib kelingan yara imенно sfinkterga yaqinlashgan payti u qirqib olinadi, tikiladi. Ichkaridagi teshik bor, ya'ni axlat kiradigan yeringni ochib beradigan darvozasi bor, u ham tikib yamaladi. Bu ham yaxshi operatsiya, sfinkter saqlab qoladi, sfinkterga deyarli zarar yetmaydi. Lekin kamchiligi retsidiv ehtimolligi yuqori. Retsidiv ehtimolligi ya'ni taxminan 40% gacha. Bu nima degani 40%? Foizlarni aniq tushunish kerak o'rtoqlar. Masalan, 10 ta odamdan 40% degani 4 ta bemor shu operatsiyani o'tkazsa ham yana bemorda kasallik qaytariladi. 60% ya'ni 6 ta odam yaxshi bo'lib ketadi. Sfinkter saqlaydigan operatsiya, lekin retsidiv ehtimolligi yuqori. Keyingi zamonaviy operatsiyalardan biri, ya'ni mala invazivniy kard jarohat yetkazgan operatsiyalardan biri bu operatsiya filak. Ya'ni lazer yordamida svish yo'llarini destruksiyasi, svish yo'llarini yopish. Lazerni oddiy sodda tilda tushuntirish uchun demak svish yo'li bor. Svish mana xuddi ruchkaning ichida oqma yara. Lazer nakanishni kiradi va mana shu zonadan tashqariga qarab kuydirib keladi. Xuddi svarka qilib yopishtirgandek, kanalni yopishtirib keladi. Operatsiya zo'r, og'riqsiz, jarohatlar uncha katta emas. Lekin nima? Sfinkter saqlanib qolyapti bunda ham. Minus kamchiligi shuki, bunda boyangiga o'xshab, ya'ni filak operatsiyasiga o'xshab, bunda ham retsidiv berish ehtimolligi 30% gacha. Ya'ni 10 tadan 3 ta odamda kasallik qaytariladi. 10 tadan 6 ta bemor yaxshi bo'lib ketadi. Lekin 3 ta odamda kasallik qaytarilishi mumkin. Qachon lazer, ya'ni filak operatsiyasi taklif qilinadi? Operatsiyani taklif qilish murakkab turli svishlarda. Svishni boy tepada sanab o'tdim, suprasfinkterli,
ekstra sfinkterli svish turlari bor. Bu murakkab turli svishlar. Bu yerda joylashgan teshik tomini ichakkacha ochib boraman desangiz, juda katta joyni qirqib tashlash kerak. Bemor jarohat ertaga bitishi, uni tezroq tuzalishi, bu bitayotgan vaqt yarani boshqatdan yemlab qolish ehtimollari juda yuqori. Kamida sfinkter yetishmovchiligi ehtimolligi juda yuqori. Mana shunaqa murakkab turli svishlarda risk bo'lsa ham, xavf bo'lsa ham 30% qaytarish ehtimolligi bor. Lekin bu xavf. Lekin 30% qaytarish ehtimolligi bo'lgani bilan 70% tuzalish ehtimolligi ham bor. Ya'ni 10 tadan 2 tadan tuzalib ketadi. Shunaqa risk bo'lgan taqdirda ham bemorga tushuntiriladiki, yaxshisi ertaga sfinkterda zararlar orqani ushlamay qolgandan ko'ra, mayli risk bo'lsa ham shuni lazerda kuydirib chiqqan yaxshiroq. Kim ertaga mana bunaqa asoratlar berib qolgandan ko'ra deb bemorga taklif qilinadi va shu turdagi svishlar, ya'ni murakkab turdagi svishlarga filak, ya'ni lazer operatsiyasini qo'llash demak to'g'ri taktika hisoblanadi. Kim uni qirqib ochib tashlagandan ko'ra. Xo'p, endi lazerni tushuntirish uchun men sizlarga hozir lazer nakonechnikni ko'rsataman. Bu yerda mana lazer nakonechnik. Именно lazer mediola, Belarusian lazeri xuddi mana shunaqa bo'ladi. O'xshatish uchun masalan svish yo'li deyiladigan bo'lsa, svish yo'li, mana svish yo'li hosil qilib qolgan, deylik mana bunaqa svish, tashqarida teshigi bor. Lazer nima qiladi? Mana shu teshik orqali ichkariga kirib, ichkaridan tashqariga qarab kuydirib chiqadi. Bir marta kiradi, yana bir marta kirib kuydirib chiqadi, 3 martagacha kuydirib chiqadi. Ichki teshik yamaladi, tikiladi. Shu ichki teshik shilliq qavat mobilizatsiya qilib ko'chiriladi, ichki teshik yamaladi. Lazer bilan shu narsa kuydirib chiqiladi. Demak, bu medial lazerning bir martalik nur o'tkazuvchisi. Ya'ni shu Belarusiyaning apparati hisoblanadi. Va yana yaxshiroq apparati bor. Bu Germaniyaning apparati, bu Bioletik lazer nur o'tkazuvchiligi, mana bunaqa o'zini maxsus nur o'tkazuvchi diodi bo'ladi. Bu ham o'sha boya tushuntirgandek teshik orqali kirib, ichkarini kuydirib chiqadi. Ikkalasi ham yaxshi, ikkalasi ham demak urundoq, tas germanskiy, yevropeyskiy apparat, tas rossiyskiy apparat. Endi qaysi yaxshi, qaysi yomonligini albatta o'zingiz ham baholab olsangiz bo'ladi. Albatta Yevropa standartlari birmuncha yaxshiroq. Shuning uchun ham mediolani nakonechniklari nisbatan arzonroq, germanskiy apparatning nakonechniklari nisbatan qimmatroq. Taxminan hozirgi kunda 200-250 dollar atrofida bir martalik mana shu nakonechnik ishlatiladi, tasavvurlangan narsa. Shunaqa narsa. Bu yerda mana bu ichida maxsus o'zini diodi bor, u yoqdan nur tarqatiladi. Mana bu kirib shu lazerni kuydirib chiqadi. Do'stlar, bu lazer. Bu kalkulyator emas. Bu sizga qaysidir Xitoy firmalari mana reklama qilyapti-ku hozir. Lazerda qilamiz, 5 daqiqalik, 10 daqiqalik lazerda qilamiz. Ular lazer emas, do'stlar. Mana lazer, haqiqiy lazer mana bu. Haqiqiy lazer mana. Ulardagi apparat hech qachon bunaqa emas. Ular lazer deb sizga boshqa narsani qilib olishga ildirishyapti. Mana bu lazer. Mana shu yordamida demak ichkarida destruksiya qilib kuydirib chiqiladi. Kasallikni aytdim, lazer yordamida operatsiyasida retsidiv berish ehtimolligi 30% gacha. Endi yana nima qilsa bo'ladi? Yana qanaqa qilib kasallikni retsidivini kamaytirish va qanaqa qilib sfinkterga zarar bermaslik haqida ko'p o'ylab, keyinchalik bemorlarga demak gibridni operatsiyalar taklif qilinishni boshladi. Gibridni degani bitta usulda qilmaysizda, masalan, lazer ham qilasiz, ham lift qilasiz. Yoki fistula tamiya qilasiz, ham boshqa usulda qilasiz. Ya'ni bir vaqtda ikki xil turli operatsiyani bir vaqtda qo'llash. Bu o'sha gibrid operatsiya deyiladi. Va bu gibrid operatsiyalarida kasallikni retsidiv berish ehtimolligi ancha pasayadi. Masalan, 10%, 10 tadan bitta odam qaytarilishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi sfinkterga zarar bermaydi. Eng ommabop gibrid operatsiyalardan biri hozir tepada sanayotgan lift operatsiyasi, ya'ni ochib borib to ligaturni bog'lash, o'sha sfinkterga zarar bermaslik, bog'lashdan oldin ichkariga lazer nakonechnik yordamida kuydirib chiqish. 2 marta kuydirib, ichki teshikni yamab, tashqi teshikni yamab, sfinkterga zarar bermasdan faqat sfinktergacha bo'lgan joy ozgina jarohat bo'ladi. Mana bu operatsiyalarda demak bemorni kasallikni qaytarish ehtimolligi, retsidiv berish ehtimolligi nisbatan ancha kamayadi. Orqa sfinkter funksiyasi nisbatan demak saqlangan bo'ladi. Lekin 100% ham sfinkter saqlaydigan, ham kasallikni 100% qaytarilmaydigan metod hali o'ylab topilmagan. Unaqa garantiya bilan ishlanadigan metod yo'q. Sizga mana bu turli operatsiyalar qilinganda sizda sog'lom bo'lib ketish ehtimolligi 70-80%. Lekin kimnidir omadi chopmaydi deylik, ozgina soddaroq aytganda, kimdir omadi chopmaydi, shu 15-20% bemor, ya'ni o'sha deylik 10 tadan bitta ikkita bemorda kasallik qaytalanishi mumkin, kasallik boshqatdan o'zini nomidan qilishi mumkin. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu na xirurgning malakasiga, na uni ishlatadigan apparatiga bog'liq emas. Bu individualist, insonning hammani infeksiyaga qarshi kurashish, hammaning immun sistemasi har xil. Sizga bir jarohat yetganda uni organizmning himoya reaksiyalari ishga tushib, immun sistema ishga tushib, uni yopib yuborish reaksiyasi har xil. Kimdir sekinroq, kimdir tezroq.
Bu narsa insonning individualligi bog'liq. Tavsiya sifatida aytaman, agar sizda vrachga ko'rindingiz, agar sizda murakkab turli svish bor, vrach aytdi sizda murakkab ekan, yoki ba'zi hollarda bo'ladi nima, svish yo'llari bitta, ikkita, uchta har xil joyda ko'payib ketib qolgan. Bu har bitta svish yo'lini ochib chiqsangiz orqadagi sfinkterda qolmaydi, u hamma porsiyani olib tashlab to'g'ri chayib qolishi mumkin. Aynan mana shunaqa ko'p yo'llik svish yo'llarida yoki murakkab turli svish yo'llarida albatta ikkilanmasdan siz lazer qildirganingiz yaxshi. Kim ertaga orqani zararlab, sfinkterni zararlab, yana bir umr pampersda yashagandan ko'ra, risk bo'lsa ham, xavf bo'lsa ham, lekin mana bu sfinkter saqlab qoladigan operatsiya, lazer yoki filak yoki lazer bilan birga qo'llanilgan filak, gibrid operatsiyalarni birga qilganingiz yaxshi. Odatda mana o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman, lazer yordamida qilingan, filak bilan birga gibridni operatsiya qilingan bemorlarimiz Allohga shukr, shu paytgacha qaytalanish ehtimolligi ancha past. Masalan, 100 ta bemorni mo'ljalni aytayotgan bo'lsam, taxminan shundan bir 10-12 ta atrofida bemorda qaytalanish bo'lgan. U ham ikkinchi operatsiyalarda ko'pchiligi, ya'ni bir marta qaytalanganimizda ikkinchi marta yana boshqatdan operatsiya qilinganimizda u ham ko'pchiligi demak kasallikdan butkul forig' bo'lib ketgan. Sizlarga informatsiya, ma'lumot o'rnida shu narsani demak tavsiya qilyapman. Bu hech qanaqa reklama emas. Ko'pchilik bizning videomiz ko'rib reklama deydi. O'rtoqlar, bu gap bizni juda xafa qiladi. Biz hech narsani reklama qilishdan, hech narsani sizga sotishdan yoki hech narsani sizga o'tkazishdan manfaatdor emasmiz. Reklama boshqacha bo'ladi, do'stlar. Naushnik, azizlar, zo'r naushnik, Redmi'ning eng yaxshi original naushnigi bozorda hammacha turadi, bizda hammacha turadi. Buni sotib olsangiz, mana sizlarga imkoniyat bo'ladi. Deyish bu reklama. To'g'rimi? Bu reklama qilish, bunda manfaatdorlik bor. Lekin azizlar, men naushnik oldim, yaxshi naushnik ekan, ishlatib ko'ryapman, zo'r, foydalanyapman. Agar naushnik olmoqchi bo'lsanglar, sizlar mana shu naushnikdan olib ishlatib ko'rsanglar, yaxshi ekan. Yomon emas ekan. Men ham har xilni ishlatib ko'rdim, bu ham yomon emas ekan. Deyish bu tavsiya. Reklama bilan tavsiyani bir-biridan ajratib olish kerak. Ko'pchilik bizga reklama, yo'q, biz reklama qilmaymiz. Biz hech narsani reklama qilmaymiz. Bizga hech kim hech narsani o'tkazib qo'ygani yo'q reklama qilish uchun. Endi o'tkazib qo'ysa hech narsani reklama qilmaymiz aslida. Vrach, bu o'zini hurmat qilgan vrach, bemorni hurmat qilgan vrach, bemor uchun foydasiz bo'lgan narsani reklama qilmaydi. Foydali narsani lekin tavsiya sifatida aytib qo'yishimiz kerak, bildirib qo'yishimiz kerakki, siz bizni har xil joydan kuzatasiz. Bizni Surxondaryodan kuzatasiz, bizni Qoraqalpog'dan kuzatasiz, bizni qo'shni respublikalardan, Tojikiston, Qirg'iziya, Qozog'iston, Rossiya, umuman har xil joydan bizni bemorlar kuzatishadi va har xil vrachga borib, nimani so'rash kerakligi, nimadan foydalanish kerakligi haqida biz informatsiya beramiz. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, bemorni tibbiy madaniyatini, tibbiy ongini o'stirishga harakat qilamiz. Bizning maqsadimiz shu. Biz hech narsani reklama qilish maqsadida emasmiz. Azizlar, menimcha tushunarli bo'ldi. Agar nimadir savollar, fikrlar yoki qanaqadir mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yishingiz mumkin. Kasallik, ya'ni sizni shu turdagi kasalliklar sizni qiynayotgan bo'lsa, albatta biz bu turdagi operatsiyalarning hammasini bajaramiz. Masalan, kelib bizda ham bu turdagi operatsiyalarni o'tkazishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, kasallikka hech qachon bee'tibor bo'lmang. Siz o'ylayotgan kichkina ko'ringan kasallik ham aslida jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Hech bir kasallikni shunchaki bee'tibor qoldirish kerak emas. Sog' bo'ling azizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.